Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nonushta uchun og'izda eriydigan mazali quymoqlarni birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun idishimizga 1 litr sut solib olamiz va orqasidan 2 ta tuxumni ham chaqib olamiz. Tuxumni yaxshilab aralashtiramiz. Tabga qarab tuz va soda, ya'ni ichimlik sodasi solamiz va o'zingizning xohishingizga qarab, shirinligiga qarab shakar solishingiz mumkin. Taxminan 2 piyola yoki 3 piyola miqdorida un solib, quyuq bo'lguncha aralashtiramiz. Va orqasidan ozgina o'simlik yog'i ham solib yuboramiz. Taxminan mana shunday quyuq massa hosil bo'ladi va uni o'zimizga qulay bo'lgan idishga solib olamiz. Men mana shunday idishdan foydalandim. Agar sizda bunday idish bo'lmasa, cho'michdan ham foydalanishingiz mumkin. Va tayyor massani kamida 1 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Ya'ni xamirimiz tin olib dam olishi uchun. Juda ham yaxshi qizirilgan tovaga oz-ozdan xamirli massalarimizni solib pishirib boshlaymiz. Tavangiz qanchalik qizigan bo'lsa, quymoqlarni ham teshikchalari shunchalik ko'p bo'ladi. Quymoqimiz tayyor. Uni bemalol nonushta uchun dasturxonga tortishimiz mumkin. Orqalari ham chiroyli qilib pishib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.